Alisher Navoiy 1441 yil 9 fevral kuni Xorason davlatining poytaxti, hozirgi Afg'oniston hududidagi Hirot shahrining Bog'idavlatxona mavzesida tug'ildi. Otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriylar saroyida xizmat qilgan, o'z davlatining nufuzli kishilaridan biri. O'g'lining tarbiyasi va ta'limiga jiddiy e'tibor bergan. Onasi ismi noma'lum Qobil Amirzodalardan Shayx Abu Said Chayning qizi ekani aytiladi. Navoiyning ota-onasi haqida ma'lumotlar kam. U o'z asarlarida ham qarindoshlari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tmagan. Navoiyning Darvish Ali ismli ukasi bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Alisher Navoiy ikki tilda mukammal ijod qilgan. Turkiy tilda, Navoiy farsiy tilda esa foniy taxallusini qo'llagan. Alisher Navoiyning abadiy va ilmiy merosini 4 faslga bo'lishi mumkin. Devonlari, dostonlari, farsiy tildagi she'riy merosi, ilmiy filologik nasriy va tarixiy asarlari. Bilmam qanday ayol bo'lgan Alisherning onasi, balki uning aqliga ham yo'l qolgan zamonasi, balki uning ko'zlarida bo'lgan og'ir bir xayol, balki g'amgin bir zotdir u, balki shohjon bir ayol, balki buyuk farzandiga terib kelgan chechaklar, balki tunlar unga bedor aytib bergan erkaklar. Mayli u kim bo'lmasin, yolg'iz so'zdir ma'nosi, Alisherning onasi u, Navoiyning onasi. Jondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz, sondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz, har neynikey sevmak ondan ortiq bo'lmas. Yaxshidir. Oltin kumushning eskisi bo'lmas, ota-onaning bahosi bo'lmas. Olamda g'amsiz yashay desang, ilm u hunar o'rgan. Befoyda so'zni ko'p aytma, foydasini eshitib qaytma. Yaxshilikni bilmasang, borib yaxshilarga qo'shil. O'qib o'rgangan har bitta hunar hunarmandga bir kun foyda keltirar. Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt. O'rnalib so'ramagan o'ziga zolim,